ko'plab hududlarimizda yog'ingarchiliklar va qor ko'rinishida endi. Bu chunki sovuq haroratda endi namlik kirib kelyapti bizga. Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati va Vodiy viloyatlarida kechqurunlari -10, -8 darajalik sovuqlar bor. Qor ustiga qor yog'ishi mumkin. Va keyingi asosiy qorlar 22-yanvar kuni kutilishi aniq bo'lyapti. -45, -50 darajagacha harorat pasayib ketishini to'q binafsha ranglarda tasvirlangan. Assalomu alaykum. Dehqon va fermerlar uchun ob-havo ma'lumotlarini berishda davom etamiz. Erkin aka, assalomu alaykum. Demak, yanvar 3-10 kunga yetib keldik va manfiy haroratli sovuqlar bo'ladi degandik. O'zi bu yog'iga vaziyat qanaqa? Shu sovuqlarimiz qanaqa? Yog'ingarchilik bo'yicha ma'lumotlar berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Respublika fermerlar kanali kuzatuvchilari. Bizda mana shu yanvar 3-dekadasidan anchadan beri aytyapmiz, sovuq keladi deb. Lekin yumshoqroq sovuq, lekin mana shu oxirgi bir nima deydi, bir 3-4 oylikda deylik, eng sovuq havo oqimi mana shu 3-10 kunlikda, endi yanvar o'zi yilning eng sovuq oyi va bunga mana shu sovuq bo'lishiga asosiy Sibir antsikloni deydi. Bu yo'g'i Kamchatkadan Yevropani, Fransiya, Italiyasigacha hozir diametri aniq bir yaxlit shakllangan atmosfera tizimi jarayoni shakllandi. Bu umumiy diametri 8000-9000 kilometr masofaga cho'zilyapti. Bu juda ham katta maydon va bu antsiklon uzoq turuvchi deyiladi, og'ir karvon deyiladi. Shunaqa nom qo'yib olganmiz biz. Ya'ni bu endi 10 kun, 15 kun mana shunday ko'zida antsiklon markazida atmosfera bosimlari o'zgarib turadi va bizning mintaqa uchun bu juda ham yaxshi pozitsiya. Ya'ni keskin sovuqlarni keltirib chiqarmaydigan janubiy chekasida qolib ketyapmiz. Ayni shu chekka qismlarda yog'ingarchiliklar kuzatildi. Masalan, Kamchatkada tinimsiz yog'yapti, Xitoyda yog'yapti, bizda mana shu jarayon, Yevropada, mana Italiya, Fransiya, Gretsiya hududlarida ham tinimsiz yog'ingarchiliklar bo'lyapti va biz ham janubiy chekkasida endi bizga janubiy Kaspiy siklonlar mana shu kelayotgan 10 kunlikda tinimsiz kirib keladi. Boshqacha qilib aytganda, kirib kelishidan bir kun oldin bitta isi berish bo'ladi. Keyin qorlar yog'adi va orqasidan 3 kunlik sovuq. Yana shunaqangi jarayon, ya'ni hozir kelayotgan nimada haftalikda chorshanba, payshanba kuni ko'plab hududlarimizda yog'ingarchiliklar va qor ko'rinishida endi. Bu chunki sovuq haroratda endi namlik kirib kelyapti bizga. Va keyingi nam havo oqimi 26-27 yanvar kunlariga to'g'ri keladi. Ya'ni 3-10 kunlikda kamida ikkita nam havo oqimlari quvvatini tashlab ketadi O'zbekistonga. Va savol ko'pchilikda tug'iladi. Endi O'zgidrometda o'zi ham o'sha -15lik, -20lik hattoki tekislik hududlarimizga, qishloq xo'jaligi yer maydonlarimizda ham mana shunaqangi harorat pasayadi degan prognozlarni noyabr oyidan beri uzoq muddatli ob-havo prognozlarida aytib kelyapti. Endi maslahatimiz va mana shu sal biroz yumshoqroq o'tishi aniq bo'lmoqda. Hozir hafta boshlarida kunduz kunlari mana shunaqa 0 ga 5 darajalik haroratlar bo'ladi. Endi 5 darajadan pasayib ketsa biz shapka kiyib olamiz. Ya'ni qo'llarimiz uchi sekin-asta sovishni boshlaydi va bu qishloq xo'jaligi uchun mana shunaqangi muhit tinim davri hisoblanadi. Ayniqsa bug'doy uchun o'zi o'tmishda masalan bundan 10 yil, 15 yil oldin 40 kun, 45 kun tinim davriga kirib, yaxshiroq bahorga yaxshi quvvatda chiqib kelgan bo'lsa, endi hozir oxirgi yillarda afsuski bu juda ham kamayib ketdi tinim davri. Mana hozir mana shu kelayotgan 10 kunlikda mana shu muhit, ob-havo muhiti, tabiat deylik. Mana shu butun qishloq xo'jalik tarmoqlari uchun bir dam olish nimasini taklif qilyapti. Ya'ni dam olinglar deyapti endi hozir. Sifatli, original va tez eriydigan fosforli o'g'itlar kerak bo'lsa, Erja Agroga murojaat qiling. O'zim tekshirtaman, tavsiya qilaman. Manfiy haroratlar, manfiy bo'ladi. Necha kun davom etadi? Misol uchun o'sha qaysi vaqtgacha davom etadi? Hozir mana shu xaritasini joylaymiz. Ya'ni kelayotgan haftalikda bu hafta boshlarida tungi haroratlar mana erta-indin vohada biroz 0 ga yaqinlashishi, 22-21 kunlari, 20-yanvar kunlari va keyin nam havo oqimi kirib keladi, janubiy Kaspiy sikloni va nam havo oqimi orqasidan endi bitta sovish bo'ladi. Mana shu sovuq davr 23-26 nimalarga to'g'ri keladi, yanvarlarga to'g'ri kelyapti. Mana shu paytlarda kechqurunlari ko'plab hududlarimizda -10 darajagacha. Hozir biz 23-yanvar tongi muddatdagi xaritani ham ko'rsatamiz, ekranlarda chiqadi. Mana shu hududda ko'rayotgan bo'lsangiz, shimolda unchalik sovug'i yo'q, lekin asosiy qishloq xo'jaligi yer maydonlarimizda Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Toshkent viloyati va Vodiy viloyatlarida kechqurunlari -10, -8 darajalik sovuqlar bor. Ya'ni mana shunaqa sovuqlar 23-dan 25-yanvar kuniga qadar davom etib turadi va keyin yana biroz isiydi. Ya'ni tungi muddatlarda ham 0 ga yaqinlashadi, kunduzlari ham 6-7 darajaga chiqadi. Ayni men hozir yuqorida aytib kechqurunlari -10 ga tushib ketadigan paytda kunduzgi kunlarda ham 0 darajadan
atrofda bo'ladi eng maksimal harorat va bu umumiy ma'noda sutkalik harorat ancha past bo'ladi degani va yana orada biroz issiqroq, lekin bu qish oylari uchun issiq degani emas, qish oylariga mos muhit va keyin yana sovuq. Bu 26-27-yanvarda yana respublika aholisi namgarchiliklardan janubiy siklonlar kirib chiqib keladi va qor yog'ish hodisalariga, asosan qor yog'ish hodisalariga guvoh bo'lishlari mumkin, lekin ikkinchi nam havo oqimi quvvati mana ertangi chorshanba, payshanba kunidagidan ancha past, kamroq quvvat hisoblanadi. Endi sovuq, manfiy haroratlar shu fevralda ham davom etadi. Ha, davom etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Sibir antsiklon janubiy chekkasida biz qolyapmiz va shuni hisobiga fevralning 5-kunigacha mana shu Sibir antsiklonni hozir qo'zg'atadigan, uni umuman kuchini yo'q qiladigan ko'zidagi 1050-1055 hektopaskallik yuqori bosimni o'sha Sibirda turibdi, o'zi markaziy va Sibir hududlarida turibdi. Yo'q qiladigan qanaqadir tabiatda kuchi yo'q, ya'ni issiq havo oqimlari yo'q. Shuni hisobiga taxminiy bu 5-fevralgacha davom etadi va umumiy ma'noda agar yana ham cho'zilib ketishi mumkin. Yana qaytaraman, yana ham bir 10-fevralgacha davom etadigan bo'lsa, shuni hisobidan hozir biz birinchi taxminiy belgilar, kutilmalar, alomatlardan kelib chiqib, hali ob-havo, ya'ni fevral uchun maslahatlarimiz ishlab chiqmadik, lekin keyingi ko'rsatuvda ishlab chiqamiz buni. Hozirgi taxmin kutilmalardan kelib chiqib, fevral oyi mana shu so'nggi 1 yillikdagi o'zi uchun, ya'ni shu oy uchun eng sovuq kutilma bo'lib turibdi. Ya'ni biz biror marta biror o'rtachadan ancha past. Ancha o'ziga xos bo'lgan iqlimiy me'yori bor, o'zini har bitta hududda fevral oyida kuzatiladigan, ana shundan biroz pastroq bo'lishini, ya'ni ko'k ranglarda biz tasvirlashimiz mumkin va umumiy ma'no bu baribir mana shu Sibir antsiklonini tabiatiga borib taqalyapti va shuni hisobidan keyin ko'rsatuvda yana nima qilamiz va namgarchilik ko'proq bo'ladi va yana qaytaraman, biz janubiy chekkasida turibmiz siklonni. Bu janubiy siklonlar Turkmanistondan ora-orada chiqib kelaveradi degani. Shunaqa deb tushuntiray va mana shu holatda fevralda ham davom etishi va fevralimiz biroz namgarchil, ayni qishloq xo'jaligi ekin maydonlarida namgarchil o'tishini aytishim mumkin. Endi qor yog'adi deyapsiz. Qaysi hududlarda qor yog'adi va qaysi hudud yog'maydi? Ha, qor yog'ishi baribir qiziq va asosiy 22-yanvar kunida qor xaritasini joylashtiramiz. O'zi 21-yanvarda asosan qiziq tomoni hozir Qizilqumda ham yaxshi Qizilqum cho'li bor. Bizda Navoiy viloyati chorvadorlar uchun yaxshi xabarlar hozir aytyapmiz. Ayni mana shu hududlarda afsuski oldinlari qorako'lchiligimiz barq urib rivojlangan, mana shu hududlarda juda ham ko'p qishloqlar bo'lgan, o'sha cho'ponlar qishlog'i, afsuski bular hozir iqlim muhojirlarga aylanib tashlandi, qishloqlarga aylanib qoldi va endi mana hozir bu yilgi vaziyat biz aytyapmiz, mana shu Navoiy markazida ham yog'ingarchilik me'yordan ko'p bo'lishini mana kechagi vaziyat ham taqdim etdi. Qo'shrabotda 1,5 metrdan ko'p qor yog'di. Mana shu Qizilqum cho'llarida ham, Xatirchi, Konimeh tumanlarida 5-10 santimetrlik qorlar yog'yaptiki, cho'ponlarni ancha xursand qiladigan vaziyat va mana shu vaziyat yana davom etar ekan. Ya'ni 21-yanvar kuni mana shu hududlarda yana qor ustiga qor yog'ishi mumkin va keyingi asosiy qorlar 22-yanvar kuni kutilishi aniq bo'lyapti. Ya'ni 21-yanvarda Surxondaryoning Sherobod, mana janubiy tumanlarda 15 darajaga isib ketish, ayni ertasiga mana shu hududlarga juda ham ko'p qor yog'ishiga olib kelar ekan. Taxminiy 10 santimetr, 15 santimetr Qashqadaryoda sovuq ketar ekanda yo'q Surxondaryoda. Ha. Necha daraja tushdi? Surxondaryoda yuqorida aytib o'tganimizda buni ham joylashtiramiz. 23-yanvar shanba tongi muddatlarida harorat ayni Surxondaryoda -8, -7 darajagacha, ya'ni tekislik tumanlarda harorat pasayib ketadi va qor yog'ishidan keyin kuzatiladi. Qor ana shu hududlarda 6 santimetr, 7 santimetr, Samarqandning yarmida 5-6 santimetr qor qo'shiladi payshanba kuni. Jizzaxda ham xuddi shunaqa, yarmida g'arbiy hududlarda kamroq, sharqiy qismida ko'proq. Zomin tog'larida 15 santimetrga yaqin, Toshkent viloyatida 10-15 santimetrlik, tog'larda 20 santimetrlik, Namangan viloyatining shimoliy hududlarida, sharqiy tumanlarda ham 5-6 santimetr. Endi vodiyliklar nafaqat qor yog'ish hodisalariga, balkim yerda ayni Namangan bilan Andijon tumanlarida, ya'ni viloyat tumanlarida qor hodisalariga Farg'onada kam. Farg'ona endi Qo'qon shamoli kuzatiladi va keyingi 27-yanvar kunidagi namgarchilikdan, ya'ni oy oxiridagi namgarchilikda qor hodisalariga guvoh bo'lish mumkin. Mana hozirgi namgarchilikda Farg'ona viloyatining ko'plab tumanlari, ayniqsa Andijon bilan chegaradosh tumanlarda yerga o'rnashishi mumkin, lekin mana bu markaziy va g'arbiy tumanlarida qor yog'ish hodisalari, Qoraqalpog'iston, Xorazm va Buxoroda qanday? Ularda ham kam. O'zi umuman mana haftalik prognozlar joylayapmiz, ya'ni yog'ingarchilikning ko'p yillik iqlimiy me'yordan chetlashishi o'shanda ko'rinyapti. Shimolda sariq ranglar turibdi. Bu kelayotgan haftada yog'ingarchilik u hududda kam degani, me'yordan kam. Asosiy yog'ingarchiliklar mana shu Navoiy, Buxorodan sharqiy tomon yuradi, respublikaning 80% hududlarida va harorat rejimi bo'yicha haftamiz
me'yordan bir 3 daraja past bo'lishi, ya'ni bu sovuq deyiladi. Endi qish uchun sovuq, ya'ni yanvar o'zi shundoq ham ko'p yillik kuzatuvlarimiz bo'yicha o'rtasidan o'tyapmiz hozir mana 3-o'yinga kiryapmiz. Eng sovuq davr va 1-2 daraja sovuq bo'lishi o'zi ham ko'plab tarmoqlarimizga, ayniqsa energetik tarmoqlarga ta'sir ko'rsatadi. Qishloq xo'jaligi tinim davriga kiradi va Qoraqalpog'iston, Xorazm viloyati hududlarida kam. 1 sm 2 sm yog'sa qo'shilishi mumkin, lekin ana shu 5 sm 10 smlik kelayotgan hattoki 10 kunlikda bunaqangi kutilmalar yo'q. Shimol uchun. Qirg'iziston va Tojikistondan ko'p muxlislarimiz so'rashyapti, ob-havo bo'yicha ozgina ma'lumot berasiz. Hozir shunaqa jarayon, ularda shu Afg'onistonda ko'zda 1035 giktopaskallik antsiklon shakllanib tog'lar orqali o'tyapti. Biz uni o'sha antsiklonni g'arbiy qismida qo'yganimiz uchun yog'ingarchilik yaxshi bo'lyapti. Janubiy Kaspiy siklon yaxshi tashyapti va ularda endi kelayotgan haftalikda yog'ingarchilik u darajada ko'p emas. Ammo Tojikistonda biroz bor, ayniqsa mana janubiy va g'arbiy tumanlarda, tog'lar, baland tog'larda ularda hattoki kutilmalarimiz bo'yicha mana shu shanba kundagi xaritasini ko'rishlari mumkin. Harorat prognozi -45 daraja 6-7 kilometr yuqorida -45, -50 darajagacha harorat pasayib ketishini to'q binafsha ranglarda tasvirlangan. Ya'ni ularda demak sovuq, quruq sovuq bo'lishini va bu kelayotgan 10 kunlikda ularda Qirg'iziston va Tog' Respublikasi Tojikistonda aholi ko'proq sovuqlik stresslariga, bu elektr energiyaga bo'lgan nimani haddan tashqari oshiradi, talabni. Shunaqangi vaziyat bo'lishi mumkin ularda. Demak, rahmat. Demak, kimga agar aniq o'zini hududi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, o'sha Telegramda Agrometeo botimizga shu lokatsiyani tashlab qo'ysanglar, o'zingizlar bo'yicha shu hudud bo'yicha bir haftalik ob-havo chiqadi va undan tashqari xaritalarimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Erkin aka, sizga kattakon rahmat va muxlislarimizdan albatta so'raydiganimiz izohlarda fikrlaringiz va tanqidlaringizni o'tgan tanqidlarni ko'rdik, juda ham ko'p savol beraverman, uning uchun men bor uzr so'rayman va albatta o'zingizning savollaringiz bo'lsa oldindan jo'natib qo'ying. Bu hafta la'limaga ulgura olmay qoldik to'g'risi, chunki ob-havoda o'zgarishlar bo'lyapti va yog'ingarchilik ham yomon emas deb aytayapti Erkin aka. Keyingi safarlarga xudo xolasa la'lima bo'yicha ham shu aniqroq ma'lumotlarni beramiz. Albatta xursand qiladigan tomonlari ham bor ekan. Kuzatayotganingiz uchun rahmat va biz bilan birga bo'ling. Sog' bo'linglar. 8 sekund turaylikmi? Ha, turasiz.